Bunu Ha. kim oladi? Yine sirkçimiz. Boysunlarga masalan Surxondaryo viloyati Boysun tumanida kim oladi yoshi va nani degan folklor qo'shiqlar bor. Bu qo'shiqlarni do'ppilarni yerga qo'yib qo'yadi keyin og'izlari bilan tishlab ko'tarib ketadi. Biz unday qilmaymiz. Bizga qo'lim tegmaydi, og'zimiz ham tegmaydi. Mana shu pulni, yerda turgan pulni 5000 so'mni ko'z nurlari bilan yerda ko'tarib beramiz. Qarang, mana ko'rib tomosha qilib boring. Mana ko'zimda hech narsa yo'q. Gördünüzler yine bize. Stoldaşımız bu. Birge oturamız, ovqatlanamiz. Birge dam olyapmiz. Bugün konsert qo'yib, hozir shuni choyni ichyapmiz-da, artıq chiqarib o'tiribmiz. O'zingizdan tabriklar va Xorazmlar. Hamma xorazmliklarga tabriklaymiz. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Xudo nasib etsa yana diydor ko'rishgunchalar sog' bo'lasizlar. Artık bize ikimiz zaman vermedi tutayım. Diyaklarına tiyizme. Mana akamiz bilan ham ko'p nimalarda yurdik. Mana kechadan oldin kundan beri tanishmiz. Birgalikda sanatoriyaga keldik. Mana dam olyapmiz. Xudoga shukr. Allohga shukr. Xudo bundan keyin ham mana shunday qalin bo'lib aka uka bo'lib yurish nasib etsin. Rahmat. Rahmat Bahodir sana. O'g'illar ham bor, chiqdi-da. Ya